Leksiyimizden ikincisine başlayımız, hürmetli vatandaşım. Matbuatlığa nazar. Partiya matbuatları rənglik inqilabına qattiq tanqid qildi mavzulu xabar. 6 ayının 18 günü Amerika ovozini Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo partiya gazetasi Xalq gazeti yaqinda butun bat bo'ylab 5 nafar olimning maqolasini e'lon qilib, rənglik inqilab oqmaydi deb ogohlantirish berdi. Bu 5 parça maqolada mundaq hisobladı. Atalmış rənglik inqilab Amerika demokratiya erkinlikni niqob qilib, G'arbchi siyosiy tuzumni majburiy ikkinchi davlatga taqmoqchi bo'lib, G'arb kuchlari aralashish va mavjud hokimiyatlarni og'dirish uchun ishlatadigan quroldir. Maqolada ogohlantirish berib mundaq ko'rsatildi. Rənglik inqilab şu davlat xalqlariga ofat xarakterlik oqibatlarni olib keladi. Jamiyatda davolg'ish paydo qiladi, iqtisod kasatlashadi, xalq parokanda bo'ldi, kun ko'rolmaydi. Duvi axborot agentlik 6 ayning 16 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu bir necha parcha maqola Jungo yuqori darajalik amaldorlarining Şangangda pandemikrat zinchilarning siyosiy islohot loyihasini to'xtatib qo'yishdan ansirab, bu yo'lda mengishga bo'lmaydi deb ko'rsatib, ularning maydonini o'zgartib, ovozi qo'yilish oldida turadigan qonun loyihasini ma'qullashni ilgari surmoqchi bo'lganligini fosh qilib qo'ydi. Demak, Jungodagi yuqori qatlam rahbarlar shunda qo'yilgan edi. Biz boshda ko'rdik, u qonun loyiha inkor qilindi. BBC Torbet 6 ayının 14 günü xabar qilib mundaq ko'rsatgan edi. 2014 yılı Şangangda sırq kunlikni belgi qilgan Jonghwan egallash harakati yuz berganda biri Jongoda jamoat fikri egallash harakati inqilob bilan rənglik inqilab bilan bağlaştırıb bu hareketni chet eldagi düşman kuchlar pul berib qo'llab tashkillagan harakat deb ko'rsatgan. O'tgan yil 10 ayının 10 kuni Xalq gazeti chet elga qaratgan stonada Amerika nemish rənglik inqilobdan harmaydi. Mavzuliq maqola e'lon qilib, Amerika endi bir kuchli Şangangda yuz bergan Jonghwanni egallash harakatiga kuch qo'shib ulg'aytdi deb aytgan. Maqolada Amerikada ba'zi hukumatsiz tashkilotlar Jonghwanni egallaguvchilarga plan ko'rsatib, Aqsaray Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchilari va boshqa amaldorlar Şangangda turishliq diplomatlari Şangang masalasiga ifoda bildirib, Jonghwanni egallashni axloqiy jihatdan qo'lladi deb ko'rsatgan. Bu qatam Xalq gazeti maqola e'lon qilib, tinch tig' uchini yana Amerika qaratdi. Jungo Fanlar Akademiyasi falsafa tadqiqot o'rin tadqiqotchisi Shu Rongbin demokratiya tuzumini majburiy ko'chirgili bo'lmaydi. Mavzuliq maqola e'lon qilib, Birinchi Dunyo urushidan to'g'ri hozirgacha Amerikaning har navbatlik hukumatlari eng muhim eksport qiladigan buyum deb qarab keldi. Ya'ni demokratiyani eng muhim eksport qiladigan buyum deb qarab keldi. Lekin deb ta'kidlab, u mundaq ko'rsatdi. Demokratiya tajribalarini aynak qilishga bo'ladi, ko'chirib kelishga bo'lmaydi. Bu Xitoyning mintaqasi. Rənglik inqilab o yuz beradigan, demak, u o'zining maqsadiga yetmay qolmaydi. Xitoy bu yo'lni ham to'sib qala olmaydi.